Elektromobil minaman deyotgan akalarimiz uchun BYD Champion'ni ko'rsatamiz 605 taligidan. Bu mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 10 kiloda ozgina petnos bor, o'zlari uchun ko'rsatib olasizlar. Buni tonirovkasi gayigacha bor ekan. 50 ming yurgan ekan, shu 605 zapas kodligidan. Bu mashinani hozirgi kunda menimcha 450-400 yursa kerak, lekin yozgi kunida yaxshilashib qoladi. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz 22.500 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Arzonmi, qimmatmi kommentariyada fikrlarni kutamiz. Elektrogibrid ishqibozlariga BYD Champion gibrid bu 110 talik zapas kodligidan. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza, balonlari ham o'zini radnoy baloni yaxshiroq holatdagisidan ekan. Mashinamiz yurgan masofasi ham 50 ming, 55 ming atrofida ekan. Bir qator o'zlari uchun ko'rsatib tekshirib olasizlar. Hamma yo'q joy-joyida. Shu bu kichkina monitor 110 zapas kodligidan. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun 23.500 dollarga berishmayapti, qo'shilsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari yozdi. Qora Nexus 3 minaman deyotgan obunachilar uchun bo'lib ham avtomat korobkasida. Mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalar top-toza. Bu mashinamizni xudo xolasa hamma joy-joyida shu mizalasa ham qo'shgan ekan. Tonirovkaga ruxsatlari bor, propan gazlari bor, yurgan masofasi 88 ming. Malibu rullargacha qo'yib qo'ygan, olib maza qilib minadigan ekan. Bu mashinamiz akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi 9600 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari videosida kimga qiziq bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Dehqonda o'zidan Travers minaman deyotgan akalarimiz uchun mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi oldi kapotda 3 dan 1da petno bor ekan, o'zlari uchun ko'rsatib olasizlar. Baloni radnoy baloni menimcha o'rtacha holatda, tonirovkaga ruxsatlari menimcha 11 oycha bor ekan. Yurgan masofasi 96 ming. Hamma yo'g'i joy-joyida. Kapitanskiy sidina zo'r mashina, menimcha minish uchun yaxshi mashina variant. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bu mashinamiz bo'ladigan narxi 37 ming dollar bo'lsa beramiz deyapti. Endi ko'niga yo'l topsanglar o'tib bersa kerak. Telefon raqamlarini yozinglar. Malibular XL'da minaman deyotgan akalarimiz uchun mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza, yumshoq baloni bor, tonirovka ruxsatlari bor. Hadoylari ham yaxshi deyapti. Yurgan masofasi menimcha bu yolg'on bo'lsa kerak 64 ming, egalari 100 ming deyapti. Endi bir qator o'zlari uchun ko'rsatib olasizlar. Propan gazlarda ekan. Arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani 24.700 dollar bo'lsa beramiz deyapti. O'zlariga ham ash pulga tushib turibdi. BYD Chazor minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 25 dan haydalgan ekan. Mashinamiz kraskasi toza, yurgan masofasi ham qiziqarli 5000 bo'lgan xolos. Bu mashinamiz 3-paysasi 120 zapas kodligidan gibrid mashina. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi 21.500 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Ko'niga yo'l topsanglar o'tib bersa kerak. Telefon raqamlari yozda ancha-muncha yetmagan narsa ham qo'yaver ekan. Albatta, xudoga. Sotamizmi, sotildimi? Yo'q, sotamiz aka. Ma'lumot qanaqa? 20-84 ming yurgan. 1.5 turbina ekan. 1.5 turbina. Benzinmi? Toza benzin. Necha bilan sarfsin? 19.5 ming beramiz aka. Qimmat emasmi? O'tib beramiz undan Telefon raqam? 93-201 0002. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jon, Charchamayapsizmi aka? akasizlarmi, charchamasizlar? Ha, Sotamiz, sotildimi? Oldiga aka sotamiz. Ma'lumot qanaqa? 11.625 ga oldik. 23-60 ming yurgan 3-pasta Gentra. Foyda bersa sotaveramiz aka. Telefon raqam? 33-701-45 00. Barakasini bersin. Oldim hozir. Necha pul oldi? 14.552. Yilichi? 2025 15.100. Barakasini bersin. So'rab. Yo'q, sotilmadi. Sotamizmi? Sotamiz. Ma'lumot qanaqa? 2012-yil koreyskiy uzun bort qilingan. Necha pul ham sarf uchun? 4.300 ga naqd pulga bermadik. Qo'shilsa berasizlar. Qo'shilsa sotamiz. Telefon raqam? 95 629 74 76. Barakasini. Variantga ham beraveramiz. Xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum. Sotilgani qizig'ida. Nima bu? O'tgan hafta qulami ham yeyishyapti. Yakshanba olib, juma kuni qo'ydik. Sotamizmi uni? Yo'q, bu sotildi. Necha pul ketdi? 6400. Nechinchi yil? 17 ga 18. Kelaskachi? Bitta kapot. Barakasini bersin. Hop. Hadi qo'yib, shuni qo'yib. Oldingizmi? Necha pul oldi? 2,5 ming berdim. 2,5 ming choyda berishga 6 million. Nechinchi yil? 9. Barakasini. Aha. 30 ming yurgan. 605 taligi. Restay. Toza kraskasi. Xalq uchun necha pul beramiz? 26-chi ekan bu. Qancha endi ekan? Bo'lish. 24200 qilishdi-da. Qo'shilsa. Telefon raqam? 488 91 73 73. Barakasini bersin. Mana Oldinglarmi, sotamizmi? oldik. Necha pul oldi? 23-70 ming yurgan kraskasi toza, yumshoq baloni bor, gazi bor, propan 10,5. 10,5 mingga oldingiz. Oldik. Barakasini bersin. Zo'r olsiz. Sotildimi, oldinglarmi? Sotamiz. Ma'lumot qanaqa? 2015
16'daki miydi? Starex motormi? Yo 33 o'zi. 16'ga beramiz. Necha bermadingiz? 4800. Yaxshi beribdi lekin. Telefon raqam? 99 510 00 Barakasingiz. Assalomu alaykum. Aka qaytyapsizlarmi? Malibu Premier sotildimi, oldinglarmi? Sotmoqchimiz. Ma'lumot qanaqa? 2020 103 ming yurgan. Propan gazi bor. Kraskachi. Kraska petnos bor ozgina. Necha pul bermadingiz? 21 ga bermadim. Qachon? 15 kun o'tdi. Endi necha pul so'rashdi bugun? Bilmiyorum, 20.500 so'raydi. Qo'shilsa berasiz. Ha. Telefon raqam? 93lik 065 63 63. Assalomu alaykum. Aka qaytyapsizlarmi, sarson? Necha pulga oldinglar? Yo sotdim aka. Necha pul ketdi? 20.300 ga. 23 yili 24 35 ming yurgan. Pulmi? Sizni reklamangizda ko'rib olganman aka. pulmi bu? Ha, eng full aka. Barakasini bersin aka. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Sog'. 21 125 ming yurgan. Kraskachi. Kapot usti, yuzak. Usta kraska kirmaydi bu. Yo, shu usti qolgan joylarda yo'q. Necha pul beramiz saqchim? 19500 ga beramiz. Telefon raqam? 88lik 103 0505. Zo'r narx. Kanalizatsiyasi dokumentini men qilib beraman. Nima hujjat qilib? Mana shu narx. Barakasini bersin. Aka qaytyapsizlarmi? Sotildimi, oldingizmi? Bu aka sotilmadi, endi Yurib sotamiz. gapiravering ha. Aka 23 124 ming yurgan 3 paysasi aka toza. Necha pul beramiz saqchim? Aka 16 mingdan chiqib bera olamiz. Telefon raqam? 91 601 61 77. Hop. Assalomu alaykum. Hoji aka qaytyapsizmi? Yurib gapiravering. Sotildimi, sotamizmi? Sotamiz. Ma'lumot qanaqa? 23 ming yurgan hamma yo'g'i bor. Bezlik. Tanlovga, panovga, bezlik xolos. Gazi bor. Necha pul beramiz? Bor. 12,5. Necha pul bermadingiz? Kam bor. 12 ga bermadim. Telefon raqam? 91lik 603 77 15. O'zimiz nomimizda. Xo'p, bo'ladi. Sotamizmi, sotildimi? Yurib gapiravering. Sotamiz. Ma'lumot qanaqa edi? 23 73 ming yurgan. Ha? Toza propan gazi bor. Necha pul beramiz bo'lishi xalq uchun? 8600 ga. Telefon raqam? 91lik 172 0055. Barakasini bersin. Tax Pro sotiladimi? Sotildi aka. Necha pul ketdi? 21 mingga ketdi. Yili nechi? 23 39 ming yurgan. Toza. Barakasini bersin. Ma'lumot qanaqa? 2009 Damas'lar bor-ku. Kamchilik yo'q. Necha pul beramiz xalq uchun bo'lish? 4000 ga beramiz. Qimmat u. 5000 ga oldik. Telefon raqam? 88 986 24 25. Alaykum assalom, Sherzodbek, Yaxshimisiz? yaxshimisiz, salomatmisiz? Ramazon muborak bo'lsin. O'zlarga ham sotamizmi? Sotamiz uka. Ma'lumot qanaqa edi? 30 ming yurgan 1,5 atmosferli motorda. Gazlar bor, propan, pakalini. Necha pul beramiz xalq uchun bo'lish? 15,5 mingga beramiz. Telefon raqam? 33lik 079 07 07. Barakatli. Hop. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimi? Aha, yurib. 21 toza 150 ming yurgan. Necha pul beramiz xalq uchun? 17 ming ga beramiz. Necha pul berasiz? Nomerisi. Nomerni ayting. 88 168 007. Necha pul bermadingiz? Bilmayman. Aka. Sotamizmi? Sotamiz. Ma'lumot qanaqa? Ma'lumoti yili 2010 benzin motor. Benzin motor. Yangi qilingan motori. Hamma yo'g'i toza. Nomimizda 10 mingga sotib yuboramiz. Qimmat emasmi? Kayfiyatingiz yaxshi-yu. Kayfiyat zo'r, a'lo darajada. 8-martga nima sovg'a oldingiz? 8-martga endi olamiz. Mashina sotsak, xudo xolasa. Telefon raqamni ayting. 97lik Ha. 272 0977. O'zingizga qarab bugun ham unda. Assalomu alaykum. Yurib gapirsan ben. Sotamizmi, sotamiz? Sotamiz aka. Ma'lumot qanaqa? 2023 60 ming yurgan 19 ming 20 ming ozgina kami. 505 taligina yurib gapiringchi. Yo'q, 1200 talik gibrid. Telefon raqam? 88lik 987 89 80. Necha pul beramiz oxiri? 19,5 qilib beramiz. Xo'p, bo'lamizmi? Sotamiz aka. Ma'lumot qanaqa? 22 Mhm. yurgan 71 kraskasi toza. Necha pul beramiz xalq uchun oxiri? Oxiri aka 95 dan o'tib beramiz. Telefon raqam? 91lik 019 70 04. Xo'p. Sotamizmi? Sotamiz. Premier yili Premier 22 Yurib gapiring. 47 ming yurgan toza propanda yumshoq ballonlari bor. necha puldan qaytdi aka bu? Pul qilishmadim. Endi olib chiqdik bozorga. Necha pul? Narx aka. 26,5 ga beramiz. Telefon raqam? 99
305 01 01. Aka, sotuvga kelsin.